Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan joyimiz Urganch shahrimizda 2 qavatli 150 kvadrat metr hovli joyimizni ko'rib tanishib o'tamiz. Hovli joyimiz Euro remontdan chiqib podключкаlar turibdi. Gaz, suv, svet podключениялар hamma narsasi suvlanki berilib turibdi yurtdoshlar. Fasadlar transitin qilingan, balkonlarga balasinalar qo'yilgan, alifalar qilinib turibdi. Sokalarimizni kafelari qilib beriladi yurtdoshlar. İşkimizden de streçler qilib, kanalizatsiyalar chiqqan. Stipendiyalarımızdan baland qilib qo'ydilar. Girish yarma eshiklarimiz utublikni chiroyli yarma demir eshiklardan qo'yib qo'ydilar. Aynalarimiz hammasi 100% aqua plastik ramlardan qilingan. Dokument 100% tayyor. Lokatsiyasini aytib o'tadigan bo'lsak, yurtdoshlar Urganch Gullan yo'lida avtoshopning yanında hovli joyimiz bo'ladi. İçeri bilan tanishib o'tamiz. Bismillahirrahmanirrahim deb bizlar dalanımız kütüp aladı. Girgenimizden dalanımızdan gilemle döşelinip birinci etajımız laminat polu kılınıp toplu pollarım kılınıp tuttu. Gilemle döşelince yaxşı gilemlerden girgenden 1 metre kafirle kılınıp tuttu. Çift tarafta rakamlarımız farklılarım kılıngan. Her bir kanalda elektrik avtomatlarım kılınıp tuttu züttaşlar. Narxam chiroyli narxda, chiroyli oboylardan ochiq svetlardan qo'yib qo'ydilar. Balandlikam baland pataloqlar gipsakardondan figura berib, notoshnalar qilinib, restoranimizdan qo'yib qo'ydilar izlar. Eshiklarimiz ham yaxshi eshiklardan qo'yib qo'ydilar. Televizorimiz chiroyli MDF dekor panellaridan qilib qo'ydilar. Yurtdoshlar bu taraf ikkinchi etajga chiqish bo'ladi. Lestnitsamizda endi beklab bersangizlar midechida qo'yish mestolari ham qoldirilgan. Zalından başlayalım. Birinci etajımızda yurtdoshlar bir zal, bir spalni dalan, aşxana, sanuzel, so'ng bog'ına çıkış bir azgina bog' tarafı bazilinin zonası. Birimiz zalımız ham topli pol qilingan, laminat pollar qilingan, gilamlar döşelib turibdi. Açık mo'yshi oboylardan qo'yib qo'ydilar. Aynalarimiz aqua plastik ramlardan uyimizda 50 tarafına qaralib turibdi. Patologlar notoshna qilib, gipsakardondan figuralarimiz, restoranimiz ham bor. Doğruda televizor qo'yish uchun rozvetkalar qoldirilgan. Berimizning razmerini aytib o'tadigan bo'lsak, azizlar 3.30'a 7 metr razmerda bo'ladi. Dalanimiz 3.30'a 9 metr razmer bo'ladi. Zo'r joyda aziz yurtdoshlar, Urganch Gullan yo'lida avtoshopni yanında hovli joyimiz 150 kvadrat metr 2 qavatli podключениялар remontdan chiqib turgan hovli joyimiz bo'ladi. Berimizin razmeri 3.30'a 5 metr razmerda gilamlar döşenib turibdi. Berimizdan topli pol qilingan, berimizdan laminat pollar qilinib, mo'shsha bo'ylar akoynalarimiz bog'a qarab turibdi. Pataloqdan notoshna qilib, yaxshi restoranlarimiz ham bor bu yerda. Sizlar hamma narsasini ahamiyat berib, chiroyli narxda bog'chasi, maktabi, mashhur transportlarına muammo yo'q. Berimiz oshxonamiz. Kuxnyami bilamiz, ustanovkalarni chiroyli qilib qo'ydilar. Mo'ykamiz, fartuqlar qilinib turibdi. Gaz to'sicha mestolari qoldirilgan, vitishcha mestolari ham qoldirilgan turganlaringizda. Berimiz ham topli pol qilingan, laminat qilingan, gilamlar döşelib turibdi. Oboydan chiqib, notoshnalarni qo'yib, yaxshi restoranlarimizdan qo'yib qo'ydilar sizlar. Bu yerda steni двухконтурный kotellarimiz, stabilizatorlar, reduktorlar hamma narsasi to'g'lanib turibdi. Zifli kotellarimiz bo'ladi. So'ng chap tarafda sanuzelimiz azizlar. Sanuzelimiz ham yurtsa kluboy hammalar oyoqlari kafedan chiqib turibdi. Yaristollar bor, rakavinamiz, vannamiz, unitazimiz ham bor. Havolash uchun po'shcham qoldirib ketganlar. Bog' tarafga qoldirib tashlab. So'ng bu yerda bog'imiz eshiklardan bo'ladi. Provodlar oyoqlari hammalar statsiya qilinib, birozgina zilon zonasi qoldirilgan yurtdoshlar. Yurtganlarimizning bir taraflari hamma narsasi paxsalar bilan qilib, alifalar qilinib turibdi. Zo'r joyda shahrimizni qalb markazi desak ham bo'ladi. Propiska shahar yurtdoshlar berimizda. İkinci etaja chiqish lestnitsalarimizni MDF taxtalarimizdan chiroyli qilib qo'ydilar. Chiqqandan ikinci etajimiz yurtdoshlar oboydan chiqib chiroyli qilinib turibdi. Berimiz ham patoloqdan notoshna qilib, restoranimizdan qo'yib qo'ydilar. Chiqqandan holimiz dalanning usti azizlar. So'ng o'ng tarafda 2 spalnimiz bor. Chap tarafda zali. Berimiz ham 3.30'a 8-9 metrlar bor. Bu yerda ham yaxshi restoranlarimizni qo'yib qo'ydilar. Chiroyli restoranlarimiz patoloqdan notoshna qilingan. Bu tarafda ochiq balkonimiz, 2 ayna. Ayna. Eshiklarimiz ham aqua
aynalardan koyup koydular. 2 registrle taşalgan. İkinci tacımız registr bilen kızadı. Birimiz açık balkonu buladı. İkinci etaç aziz yurttaşlar laminat pul kılıngan, gilemle döşelengen registr bilen kızadı. Kanalarımızdan, holumuzdan, zalımızdan. Birimizden zalımız üstü zal, 330'a 7 metre azmiyete. Aynamız içinde registrleri var. Aynalarımız fasat tarafa karakan. Açık aboyladan koyup koydular. Fotoğraftan natışına kırıp yaşlı restoranlardan koyup koydular. Gilemle döşelgen. Laminat polla kılın tuttu. Televizorlarımız için tazviyetçe beyden kaldırıp getirilgen. Bandaj spanyası. Birimiz 330'a 4-5 metre azmiyete. Açık çırayla aboyladan koyup koydular. Aynalarımız akvaplastik ramlarımızdan uyumuzun yan başına kırarken aynalarımız edinliğe düşken hem veririz. Aziz yurttaşlar. Aynamızın da koredatlarımız laminat polla kılıngan, gilemle döşelinge. Natujunu kılıp yaşlı üstüralarına koyup koydular. Gipsa kardondan figurlarını verip sonra çırayla kılıp koydular birimizden. Bu tarafımız yine bir spandımız 330'a birimiz almışı 4-5 metre rezmede kette. Düşken fotoğrafta gipsa kardonla figür natuşuna kılınıp restoranımızdan koyup koydular. Aynamızın da registrlerimiz var. Laminat pul kılıp gilemlerini döşelgen aziz yurttaşlar. Zor joyda aziz yurttaşlar, Urgen şehrimizde Urgen Şuyulan yolunda avtoshop'un yanında 150 kvadrat metre 2 kavatli Podkulüç Euro remontdan çıkıp turgan havlucağımızın sizler bilen danışıp yurt turgan azizdi çıraylı kılıp koydular. Narxına gelen olsak narxı 850 milyon so'm aziz yurttaşlar. Gelişip kayıtıp verilen narxda. Ekranda nomerlerimizi kaldırmamız bemalol telefon klavyesi aziz yurttaşlar. Niyet kılgılar niyetine yesin demiz. Hem sağlık, salametlik dileyen halde hayırlaşıp kalamız. Sağ olun, aman olun.